Şu 100 ming so'm pulni kartangizga tashlab beraman. Agarda arkamda turgan Malibu XL necha so'm rasxod bo'lganini kommentariyada topib qoldirsangizlar. Bu mashinamizda full etib ishlarni bitirib berganmiz. Endi mordalarni 210 mikronli, xudo xolasa, bryoniy plyonka bilan qoplab berganmiz. Miatinalardan, eldina dosh deyadonlardan saklidon bo'lgan qaranglar. Polni kuzovni polirovka etib berganmiz. 3 etapli bo'lgan polirovkasi ham mashinalarga yonib chiqqan mazza bo'lib. Malibular bilasizlar, patologlari oppoq bo'ladi. Salondan chiqqan vaqtda bizga qoraytirib berganmiz. Avtotikan materialdan qop-qora bo'lgan qaranglar. Zavodskoy qilib berganmiz. Salon laminatsiyalari bo'lgan, polni full variantda bo'lgan. Xudo xolasa ichina turishini bir e'tibor beringlar, mashina mazza bo'lgan lekin. Barning ichini qaranglar. Shunga etib berganmiz. Narsa qo'ygan vaqti taqirdab yotmaydigan, xo'shay bo'lgan. Polni bilan taraflari bilan birga bo'lgan. Durishlarni e'tibor bersangizlar bo'ladi. Tonirovkani yaxshisidan Global IRX firmasidan urib berganmiz. E'tibor beringlar. Polni kurgovi 100 bo'lgan. İçandan görünüşü ham oppoq lekin. Aldi laboylarni 15lik plyonkalarni tortib berganmiz. Durishlarni lekin gap bo'lishi mumkin emas. Kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, hammangizni Comfort Tuningda kutib qolamiz.